Qoraqalpog'istonda yana bir quvonarli yangilik. 9-sinf o'quvchisi 15 yoshli Namuna Mahmudova 5 fandan milliy sertifikatni qo'lga kiritib, muddatidan oldin talaba bo'lish baxtiga muyassar bo'ldi. Hozir biz qahramonimiz bilan yaqindan suhbat qilib, bu natijaning ortidagi mehnat haqida undan bilib olamiz. Nukus shahridagi 46-sonli umumta'lim maktabi o'quvchisi 5 ta fan bo'yicha milliy sertifikatlarga ega bo'lib, ko'pchilik yoshlar orzu qilgan natijani qayd etdi. Ushbu muvaffaqiyat mamlakatimizda ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan izchil islohotlar samarasi, shuningdek bilim olishga intilayotgan maqsadli yoshlar soni ortib borayotganligining yaqqol misolidir. Namuna 189 ball rekord natijani qayd etdingiz. Bu albatta quvonarli, tabriklayman. Bu natijaga erishish uchun qancha vaqt sarfladingiz? Qiyin bo'lmadimi? O'z tayyorligimda 7-klassdan boshladim. O'z kunimda har doim kitobdan boshlaydim. Erta turib, kech yotishga intiladim. Hamma klassdagilar o'z qilgan жұмысlarмен shug'ullanib yurganda, men qo'lma kitob olib, tayyorlikqa borib yuradim. Qattiq xafashlik bo'ladi edi, arim keladi edi. Mening sebab qiynalasan, demolim keladi. Biroq o'z ota-onamning basini tik ko'tarib yurishini qalaydim. So'ng uchun ularga o'z jarasa maqtanchli prezident bo'lib qalaydim. So'ng uchun o'z ustimda ishlaydim. Natijada bizlar o'sha 9-klassga kelib, hamma fandan o'zimda kuchli ekanimni isinib boshladim. Hamma fandan olaman deb yuragimda isinim paydo bo'ldi. 5 fandan sertifikat olsam, student bo'la olaman-ku, men qo'limdan keladi-ku degan isinim paydo bo'ldi. Namuna Mahmudova bolaligidan shifokor kasbiga qiziqib, 7-sinfdan boshlab tibbiyot ta'limi yo'nalishi uchun zarur bo'lgan asosiy fanlar bo'yicha maqsadli tayyorgarlikni boshlagan. Mana muddatidan oldin talaba bo'lish baxtiga muyassar bo'ldingiz. Endi qayerga o'qishga topshirmoqchisiz? Rejalaringiz qanday? Balog paytimdan vrach bo'lishga hatto arzu etdim. Ham ota-onamga bu arzumda aytdim. Ham ular qo'llab-quvvatlaydi edi. Qo'ldan keladi, sen namunasan, o'zingga asharasa qissan deb men namuna degan atni qo'ydi. O'sha atma asharasa men ham o'sha odamlarga har doim bir misol bo'lishda qalaydim. Balog paytimdan o'z meditsina tarafini sayladim. Men Toshkent meditsina institutining birinchi byudjeti bo'lishda qalar edim. Ham bu sertifikat natijasida bu imkoniyatga erishdim. Namuna matematika va tarix fanlariga alohida qiziqish bildiradi. Ushbu fanlar bo'yicha qisqa muddatli, ammo tizimli tayyorgarlik natijasida u milliy sertifikatlarni qo'lga kiritdi. Rus tili fanini o'zlashtirishda esa umumta'lim maktabida ustozlar tomonidan berilgan bilimlar muhim ahamiyat kasb etdi. Matematika fəni biləsiniz, meditsina institutuna tapşırıqda məcburi fənlər bloğunda olub hesablanады. Məcburi fənlər bloğunda bolğan fən üçün milli sertifikatda S+ dərəcənin özü yetkili болады. Namunanın özü may ayından başlap matematikadan başlayan bolsa, 3,5 aydın içində matematikanın 70-80%-ni deyirlik öz östürüb oldu. Həm sertifikat tapşırıb 77%-lik nəticə mənin S+ nəticə göstərdi. Bunda məcburi fən sifatında xarabam emas, tikarğı fənlərə tayyorlanğanday olub, juda yaxşı imtihon mənin tayyorlandı. Bolaning kasb tanlashda oila a'zolarining e'tibori, qo'llab-quvvatlashi katta ahamiyatga ega. Namunaning bunday yuqori natijaga erishishida uning otasi kimyo va biologiya fanlari o'qituvchisi Alisher Qutlimuratovning hissasi ham katta. Bizler o'ylasgan alda kasb tanlov bo'yicha o'ylasgan kezimizda qizim meditsina tarafına qiziqatligini, shifokor bo'lgisi kelayotganini aytganligi uchun 7-klassdan boshlab tayyorlikni boshladi. Hozir 2 yil bo'ldi. Mening qizim hozir eng yuqori natija ko'rsatuvning sababi baribir uyda qadag'alab bo'ladi. Tushunmagan yerlarni bir qator uyda ko'ramiz. Sonmen birga baribir Prezidentning balaning yaxshi yetishganlikka yetishuv uchun albatta tayyorlikda tek qana tayyorlanib o'tirdi emas, ota-ona uyda qadag'alaw kerak. Sonda borib natija bo'ladi. Hozirgi vaqtlarda telefon deganimiz ko'p vaqt olib ketadi. So'ng uchun masalan men qizimning telefoni 7-klass kezinde o'sha telefonni tayyorlikni boshlagan kezde apergan men aytganman so kezde Xudo qalasa qachon 5 bilan sertifikat olasan, so vaqtda bu telefon qo'lingdan olinadi, ham saqan o'zing qalagan telefonni aperaman deb va'da etgan. So, va'daning ustidan chiqashni yerga keldik. Xudoga shukr, 2,5 yil bo'ldi. Endi o'zining qalagan telefonni aperaman. Har bir ota-ona mendek bo'lib qolganga prezidentlarimiz ustidan shaxsiy yetishganliklarini ko'rib hammamizga nasib etsin. Bugungi kunda o'quvchilar davlat imtihonlariga oldindan tayyorgarlik ko'rish va asosiy fanlar bo'yicha milliy sertifikatlarni qo'lga kiritish imkoniyatiga ega. Ushbu imkoniyatlardan samarali foydalangan holda qo'shimcha mashg'ulotlar orqali ular o'z bilimlarini izchil ravishda mustahkamlab bormoqda. To'g'risini aytsam, sizga chin ma'noda havasim kelyapti, chunki bizlarning o'qish davrimizda bunaqa yoshlarga imkoniyatlar berilmagan. Hozirgi yoshlarga imkoniyatlar keng yaratilgan.
Bu rasam to'g'ri. Prezidentimiz tarafidan yoshlarga ko'p imkoniyatlar berilyapti. Ham biz yoshlar bu imkoniyatlardan foydalanib, O'zbekiston Respublikasining atini dunyoga taratishga harakat etishimiz kerak. O'zingizning tengdoshlaringizga qanaqa maslahat bera olasiz yuqori natijani qayd etish uchun? Sertifikat alу bu ansatchimiz emas. Bu o'zine yarasa minnet, vaqt, kuchda talab etadi. Ham buning uchun odam o'z ustida ko'p ishlash kerak. Hech qachon qiyinchilikdan qochmau kerak. Shu tariqa mamlakatimizda yaratilgan ta'lim imkoniyatlaridan samarali foydalanish orqali yoshlar yuqori natijalarga erishmoqda. Buni Namuna Mahmudova hamda boshqa o'quvchilar misolida yaqqol ko'rishimiz mumkin.